Eron AQShga jiddiy signal yubordi. Reuters. Tez orada vatanimga qaytishga hozirlik ko'rmoqdaman. Yevropa va Rossiya o'rtasidagi muloqotni qayta tiklash vaqti keldi. Aks holda Putinning qo'lida o'ynaymiz. Italiya bosh vaziri. Eron harbiylari jangovar tayyorgarlikni eng yuqori darajaga ko'tardi. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Eron AQShga jiddiy signal yubordi. Reuters. AQSh Eronga hujum qilgan taqdirda Tehron Isroil va Amerika harbiy bazalarini qonuniy nishonlar sifatida ko'radi va ularni nishonga oladi. Bu haqda Reuters Eron parlamenti spikeri Muhammad Qobilovga asoslanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Isroil namoyishchilarini qo'llab-quvvatlash uchun AQShning Eronga har qanday aralashuviga qarshi yuqori darajada hushyor turibdi. Manbalar bu yuqori tayyorgarlik nimani anglatishini aniqlamadi. Iyun oyida Isroil va Eron 12 kun davomida jang qildi. Bu vaqt ichida AQSh Isroilga qo'shilib, havo hujumlarini amalga oshirdi. Eronda norozilik namoyishlari dekabr oyi oxirida milliy valyutaning qulashi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli boshlandi. Namoyishchilar rejimni o'zgartirishni va 1979-yilda ag'darilgan shohning o'g'li Rizo Pahlaviyning taxtga o'tirishini talab qilmoqda. Time jurnali kamida 217 kishining o'limini xabar qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp namoyishchilarni otib o'ldirgani uchun qasos sifatida mamlakatga hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, AQSh rasmiylari Eronga ehtimoliy hujum haqida dastlabki muzokaralar olib borishgan. Tez orada vatanimga qaytishga hozirlik ko'rmoqdaman. Pahlaviy eronliklarga murojaat bilan chiqib, mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlarida, ayniqsa transport, neft, gaz va energetika sohalarida ishlovchi ishchilar hamda xizmatchilarni umumiy ish tashlashni boshlashga chaqirdi. Shuningdek, u eronliklarni shanba va yakshanba kunlari bayroqlar, milliy ramzlar va shiorlar bilan ko'chalarga chiqishga, jamoat joylarini egallab, ularni o'z hududlariga aylantirishga da'vat qildi. Bizning maqsad endi shunchaki ko'chalarga chiqish emas, balki shahar markazlarini egallash va nazoratda ushlab turishga tayyorgarlik ko'rishdir, dedi Pahlaviy. Bundan tashqari, shahzoda kuch tuzilmalariga murojaat qilib, xalqning ovozini bostirish mashinasini sekinlashtirish va izdan chiqarishga chaqirdi. Shunda vaqti kelib, uni butunlay ishdan chiqarish mumkin bo'ladi, dedi Pahlaviy. Tez orada vatanimga qaytishga hozirlik ko'rmoqdaman. Milliy inqilobimiz g'alabasi soatida Eronning buyuk xalqi bilan birga bo'lishni istayman, dedi shahzoda. Yevropa va Rossiya o'rtasidagi muloqotni qayta tiklash vaqti keldi. Aks holda Putinning qo'lida o'ynaymiz. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Yevropa-Rossiya Ukraina urushini tugatish bo'yicha muzokaralarda ta'sir o'tkazish uchun Moskva bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani tiklash vaqti kelganini aytdi. Italiyaning Ansa nashri xabar berishicha, Meloni bu haqda 9-yanvar kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Meloni ilgari Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot zarurligi haqida gapirgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning fikrlarini takrorladi. Bu borada menimcha Macron haq. Menimcha Yevropa Rossiya bilan gaplashish vaqti keldi. Aks holda bizning ta'sirimiz cheklangan bo'ladi. Lekin savol shundaki, buni kim qilishi kerak? Biz tartibsiz harakat qilmasligimiz kerak. Aks holda biz Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qo'lida o'ynaymiz, deb ta'kidladi Italiya bosh vaziri. Eron harbiylari jangovar tayyorgarlikni eng yuqori darajaga ko'tardi. Mamlakatdagi barqarorlikka jiddiy tahdid solayotgan ommaviy xalq norozilik namoyishlari fonida Eron oliy rahbari Oyatolloh Ali Xomanaiy mamlakatning kuch tuzilmalari jangovar shaylik darajasini maksimal holatga ko'tardi. Bu daraja hatto o'tgan yil iyun oyida Isroil bilan bo'lgan urush paytidagidan ham yuqori. Bu haqda Telegraph gazetasi yuqori martabali eronlik manbaga tayanib ma'lum qildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Oyatolloh harbiylar va politsiya safida xiyonat va dezertirlik bo'lishidan jiddiy xavotirda. Ulardan ayrimlari namoyishchilarga qarata o'q uzishdan bosh tortgani uchun allaqachon hibsga olingan. Eronning rahbari o'z taqdirini to'liq islom inqilobi qo'riqchilari korpusiga ishonib topshirgan. Aynan shu tuzilmaga qo'zg'olon qamrab olgan ko'chalarni to'liq nazoratga olish buyrug'i berilgan. Shuningdek, yer ostidagi raketa shaharlari ham to'liq jangovar holatga keltirilgan. Ularning kamida 4 tasi mavjud. Rasmiy ravishda bu qadam tashqi tahdidlarga qarshi choralar bilan izohlanmoqda. Tehronda AQSh prezidenti Donald Trampning
har qanday aralashuvi o'tgan yilgi Isroil bilan bo'lgan cheklangan mojarodan tubdan farq qiladigan apokaliptik urushni, ya'ni oxiri zamon urushini qo'zg'atishi mumkin degan xavotir mavjud. 9-yanvar kuni Eron harbiy kemalari Janubiy Afrika suvlarida Xitoy va Rossiya kemalariga qo'shilib, Cape Town sohillari yaqinida o'tkazilishi rejalashtirilgan harbiy dengiz mashg'ulotlarida ishtirok eta boshladi. Aytish joizki, ushbu manyovrlar Pretoriya va Washington o'rtasidagi munosabatlarni yanada murakkablashtirishi mumkin. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.